Zübeyir, ne manok? Kanalımda bu şeyler manda. Kanalımızın güçlü yıkamanız var. Sizlarning shimlik qanaqroq o'tib, biz shunchaki jiddiychilik ichida o'tib ketib boramiz mushkullarda. Apam dadamlar necha kun bo'lib ketdi, kasanlar bir piqlan suyib, sizlar bir to'yg'idek go'sht pishirib qilib bo'ladi, biznikimiz o'tmaydigan sizlar bilan birga yesak deb shushik deb ketgandi. Zubayr yasida o'qiyotgan bo'lg'ishqa bormay qoldik-da. Bugun at degandalar poyezdga chiqib oldik. Amaliyotda bu safar yeyish uchun emas, ammo sizlar bo'lmasanglar kelimizdan o'tmaydigan deydigan shu kishilarimizning bo'lishi biz uchun haqiqatan katta baxt. Yiroqdan keladi deb ishga talmirib o'ltiradigan mehribonlarimizdan qashig'man. Mening farzandlarim uchun quchoq açadigan bag'ri keng insonlarning yeniga bang. O'ltagan qopqanlarda bizning g'amimizni yeydigan, 5 qo'y pulimizning yanchug'imizda qilishi uchun kuch chiqaradigan kishilarning yeniga bang. Bolalarimning kapsizligiga sabr yetadigan, o'rang churunglardan huzur oladigan, bolalarimning kulkisi bilan tangla, chiroyidan tabassum qaynaydigan kishilarimizning yeniga bang. Shunday qilib yakangim kelib oldik. Zubayr bilan Zuliyar qorni ko'rib ajoyib xushib ketdi. Kelib ketisizlar desam, unimay nada muz bo'lsa, nada qor bo'lsa yedim mangda. O'ykasak apamlar mushtaq go'shtlarni pishirib tayyorlab turibdi ekan. Mo'nchi go'shtlarni bizdan bilib erkin chiqardik. Zubayr bilan Zuliyar xiyilcha qilib oldi. Balalarını qo'yib qapchilikdan to'y qatnashib yo'ldashim bilan ancha-muncha kashlik saylik qilamiz. Mana at ko'rinish. Biz qujolaydigan qizlar chiqinglar ekranga. Men faqat qo'yolmayman, lekin yo'ldashim ajoyib amroq. Opamni yo'ldashimdan keyin o'sha o'pkesib amroqligini ko'zib. Yasham kuni o'pkesib qo'yib berdi, men o'pkesib qo'yolmayman ham yemayman, ammo opamni qo'yganini haqiqatan yeyman, bolarimni to'yga yegan bo'ldi. Opam o'pkesibdan tuqqanlarim yetkazma deb uydan chiqib ketganda, shuni biz tuyuqsizlamadigan bo'ldik. Biletni bu poyezd qo'zg'alishga 40 minut qolgan vaqtda eptoq aldirab poyezddan so'ng kelib, jugrajirib o'pkamizni o'rilib qoldi. Poyezdga aran ulgagan bo'lib poyezdga chiqib andan apamga telefon qilib qo'ydim. Apa xo'sh biz ketdik desam, qilib bir talay tilib oldi. Ketimiz degan bo'lsanglar bir yer bormaydim, yana bir narsalarni qilib beradim, aytmangsanglar bo'lmamdi deb qaqshab qolgan bo'ldi. Keyin dadam telefon qildi, nevaralarim bilan bugun yana bir kecha o'yin olsam bo'lmamdi, nima qilib ayt ketmay bugun ketdinglar. Qilib apam dadamning hayot bo'lgani uchun ajoyib tashakkur. Shunchalar riyozatlarni chekibmi, talayokatim so'qishib turibmi, ajrashib ketmay bizni bek cho'ng qilganiga ko'p rahmatlar bo'lsin. Bizning farzandlarimizga bag'rini keng qildigan shu qadrdonlarimiz har joyda omon bo'lsin, salomat bo'lsin. Oxirida bir e'lonni devog'im keldi qizlar. Bayram bozulq ailemizda kat paletlar bo'lyapti. Har xil bola masalasiga sifatli go'zal qilib yakunimizda atsi e'tibor tushisi bir shirkatga ish baxsam deydigan arsanlar ayrim uchur qilsanglar bu. Naqlamsa yo'lboshmandan qo'llashlardan qo'llashlar qildi.